bo'lsin. Duoda qabul bo'lsin. Assalomu alaykum. Ziyoratlar qabul bo'lsin, duolar ijobat bo'lsin. Hojilar bilan ko'rishib ko'rishinglar yaxshi, ko'z tegmasin. Viloyatimizdan 7 ta hojilar prezident hojisi maqomini oldilar. Bu maqom ham kimga berilmaydi. 15.300 hojilar borib kelishdi. O'zbekistonda. Hammasi yaxshi tashkil qilingan. A'lo darajada transportdan, tibbiy xizmatdan, oshxonalar xizmati ham, mehmonxonalar xizmati ham juda yaxshi tashkil qilingan. Sizlarni prezident jo'natdi. Bu sanoqli odamlarga nasib etdi-da. Mana shunday bir ulug' maqomlarda yurib, xalqimiz, elimizga doimo xizmat qilib yurishlaringizni Alloh nasib qilsin. Prezidentimizin tashabbusi